Azamat. Hov. Amani qayerga olib kelding jo'ra? Xivaga usta bu. Nima qilamiz qivaga? Og'abek Sobirovga ishlaymiz. Yo'q, ha? Qani o'zi? Ana kelyapti o'z shogirdi. Shogird, ha? Ish qilib yaxshi joyga tushaylik-da. Assalomu alaykum usta bola. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizlarmi? Omonmisizlar? Charchamadingizlarmi? Xorimadingizlarmi? Jonlimisizlar? Rahmat, huzur yetib keldik. Nima ish qilamiz? Ish ko'p. Bir dalon, 2 qat joy, bir ters ayvon olish kerak. Azamat. Birinchi obed qilaylik, ish qochib ketmaydi. Bo'ldi, go'mma, shvitachi, yumurta barak, ko'tir barak, baliq. Novislar aytinglar. Ko'tir barak dedimi? Ha, xush kelibsizlar usta bola. Usta bola, bu ko'rib turgan palovxonangiz meni palovxonam bo'ladi. Yirtib beraman atib, zig'irog'idan bir tovoq palov yetami? Uzr og'a, usta bobom diyetaga-da. Qani usta bola, palova qaranglar qani. Usta bola, kechta qarang'idan ishlab berasizlarmi sizlar? Kechasi ishlab bo'ladimi, o'g'a? Kunduzi ishlab 5 mahal ovqatlanamiz. Havo. Kechasi dam olib 3 mahal ovqatlanamiz. Ibi. Qanday shular? Uzr og'a, usta bobom diyetaga. Shundoq. Olinglar qani. Oling, uyolmang Mansur og'a. Oling. Usta bola, doполнительный go'mmami, yumurta barakmi? Beringmi yo'q? Yo'q, og'a. Bo'ldi. Doktor aytgan 2 tovoqdan ziyod yema degan. Yetar. Mansur og'a, ming bor uzr, usta bobom diyetaga-da. Xo'p, yaxshi. Bugun dam olinglar. Azon bilan ishni boshlaysizlarmi? Mansur og'a, bizda Xorazmga mehmon. Bir Xivaga olib borib aylantiring, bir aynalaylik, yumurta barak, ko'tir baraklardan yeylik. Keyin ishni boshlaymiz-da. Ha, Azamat? To'g'ri usta bobom. Mansur og'a uzr-da. Usta bobom diyetaga-da. Bo'ldi, tushundim, gap tamom. Hozir desertga Andijon morojniy olib kelingmi? Yanında pechenesi bilan. Mansur og'a, ming bor uzr. Gapingizni bo'ldim. Shu usta bobom, Ha, bo'ldi. Shu usta bu diyetaga ekanlar. Tushundim.